Hech kim o'zidan o'zi musofir bo'lmaydi. Majbur bo'ladi, ishlayman deydi, bola chaqa boqaman deydi. Agar hamma yo'q bo'lsa, hamma uyda o'tiradi. Kimga zarar? Lekin shu nimadir qilay, bola chaqamga bir halol luqma olib kelay deb harakat qiladi-da erkak kishi. Ammo mana shu jannat darvozalaridan bebahra bo'lib qolmaslik kerak. Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib ko'ngillarni ko'tarib turing. Onajon, pul topishdan maqsad qasr qurish emas. Sizni ko'nglingizni olib bir hajga olib boray deb qilyapman-da. Mendan xafa bo'lmay turing. Duo qilib turing. Ko'nglingiz nimani tusayapti? Shu narsani qilib beray. Otajon, mendan rozi bo'lib turing. Inshaalloh mana bu ishlarni qilib olay. Hech bo'lmasa aytib turing. Ular yig'lab duo qilib tursinlar. Oylab onamiz oldiga bormaymiz. Oylab otamiz oldiga bormaymiz. Lekin bitta jannat darvozasi uyimizda turibdi-yu, boshqa joydan jannat qidiramiz. Tayyor jannat darvozasi turibdi. Shunga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Mana bugun sizlar bilan ayni biz jannatga kirishlik imkoniyati haqida gaplashar ekanmiz. Mana bu imkoniyatlarni Alloh bizga nasib qilsin. Duo qilamiz.